Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan o'tiruvdilar. Yonlarida Hazrati Abu Bakr ham bor edi. Bir munofiq kelib, Hazrati Abu Bakrni haqorat qila boshladi. Noloyiq gaplarni gapira boshladi. Hazrati Abu Bakr indamasdan o'tiraverdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chehralarida tabassum va rozilikni alomati bor edi. Hazrati Abu Bakrni javob qaytarmasdan, indamasdan o'tirganiga. Keyin Hazrati Abu Bakr haqorat gaplar ko'payib ketgach, ba'zi bir gaplariga javob qaytardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib chiqib ketdilar. Hazrati Abu Bakr darhol Rasulullohning ketlaridan yetib borib, "Ya Rasululloh, nega turib ketdingiz?